Assalomu alaykum, yaxshi omad. Bugun 17-iyun, Chevamanchimizning 50-kuni. Ustozlar o'rganganlarimizdan yana bittasi. Ustoz yaqinda Yaponiyaga borib keldi. Unda 5 ta narsani o'rganib keldim dedi. Xitoyga borib keldi. Yaponlarda Toyota firmasi bor. Hamma buni biladi. Toyota firmasi nomer 1 ekan-da. Nafaqat Yaponiyada, butun dunyoda. Uni shu nomer 1ga olib chiqqan narsalari nima deb fikrlab ko'rsa, 5 ta narsasi bor ekan. Birinchisi, sifatga juda ham katta e'tibor berar ekan. Ikkinchisi kaizen. Kaizen degani kuniga o'sish degani ekan. 1% yo 0.5 yoki 0.1. U kuniga yangilanar ekan-da. Shu yerda mana u yutib ketgan ekan. Keyingisi intizom. O'ta ham intizom juda zo'r ekan. Yani ularda men emas, biz ekan. Yaponlarni yaxshi tekshirib ko'rsak deyapti. Ular islomda yashashar ekan. Faqat iymon keltirishmagan ekan. Hayotlari islomiy ekan, yashashlari ko'p nuqtalarda musulmonlar bilan bir xil yashashar ekan. Vaqtga bo'lgan munosabati ham juda e'tiborli qilishar ekan. Vaqtni shunaqa hurmat qilishar ekan. Vaqtni qadrlashar ekan. Ko'pchilik men ko'p pul bo'lsa o'saman deb o'ylar ekan. Lekin bu xato ekan. Nimaga desa ko'p pul emas. Toyota firmasi ko'p pulim bo'lsa demagan ekan. U men kuniga 1% bo'lsa ham o'saman degan. Va shu 1% o'sish mobaynida yiliga 37% o'sib ketgan ekan. Kuniga 29 mingta mashina chiqarar ekan har kun. Agar biz ham shu formulani o'zimizga olsak, sifatiga, kuniga o'sishga 1% bo'lsa ham o'sish, bu davomiylik juda ham katta natijalarga olib boradi. Bizda shun tez bo'lsa, sirasi bo'lsa degan narsa bor ekan, buni yo'qotishimiz kerak. Biz har kuni 1% bo'lsa ham o'sishimiz kerak. Hozir aytadiganlarim juda ham muhim. Bizda eng katta ko'proq narushение ko'p o'rganib keyin qilamiz degan ekan. Lekin aslida sahobalarning ham hayotini olsak, eshitdik, itoat qildik. Eshitganiga amal qilib ketishgan. Biz ko'pgina o'qib, kitobni bitib olib, keyin amal qilishga harakat qilamiz ekan yoki umuman shu o'qib qolamiz ekan, xolasi kitob o'zi maqsad nima edi desa, hayotda uni tatbiq qilib, hayotda yashash. Bizda eng katta ashibga shu yerda bo'lar ekan. Umar roziyallohu anhu Baqarani qancha miqdorda ham ko'p uzoq bir vaqtda yodlagan ekan. Unga nima sabab bo'ldi desa, uni o'qib, amal qilib keyin yodlagan. Shuning uchun bizda ham ma'lumotlar juda ko'p, lekin uni hayotda tatbiq qilmaymiz. Shuning uchun biz eshitganlarimizni realniy hayotda agar amalga oshirsak, o'sishimiz juda ham zo'r bo'lar ekan. Unga bir misol keltirib o'taman hozir.